Voy, boshim ortib ordinglar-ku, bitta narsani talashaverasizlar. Faqat o'shani o'ynashing kerakmi ikkalinglar? Maniki. Bo'ldi qizim, buni o'yna. Ana unisini o'yna. Ol, sen. Voy, chalmagin shuni. Qo'ygin o'g'lim. Voy, sindirdi yana o'keyin narsasini. Ber qizim. Ber. O'ynama, sen qo'g'irchog'ingni o'ynagin qizim. Qara, chiroyli qo'g'irchog'ing bor-ku. Voy, talashmalaring bitta o'yinchoqni. Agar bir marta olsa, ko'rasan menda. Hey, jim o'tir. Opangga unaqa dema. Mama, hadon talashaveradi. Mayli, sen opasan. Siningga ber, ana qo'g'irchoq o'ynab tur. Sen chalurmagin. Voy, boshim ortib bular. Voy, to'xtalaring. Telefonim jirlayapti. Gapirmay tur. Alo. Voy, qalaysan o'rtoq, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Rahmat, yuribman. Voy, o'g'lim, bu yoqqa o'tgan opalaringga xalaqit qilmasdan. Sizumsan, charchamayapsanmi? Nima bo'lardi mana? Bolalarimni shovqinida o'tiribmiz. Qiy-chuv qilib. Ha, nima deysan? Eshit. O'g'lim, menga qara. Bor. Bor ichkariga kirib chal. Eshitmayapsan nima deyotganini? Bor sana. Bor ekaling. Qo'g'irchog'ingni ham olib kirib ket. O'sha yerda o'ynab turlaring. Yep, gapga qovushtirmaysanlar. Voy, nima deyotding, o'rtoq? Bor qizim. Bularni urushib ham bo'lmaydi, qaragin. Bo'ladi endi, nima deysan, shunaqa shovqin qilishadi. Nima deyotding? Yo'q, o'tirishga deysanmi? Bilmasam, bolalarimni kimga tashlab ketaman? Tegma eshikka. Bilmasam. Balkim erimdan so'rab ko'raychi, balkim ruxsat berarlar. Ja bo'lmasa, bolalarimni qaynonamga topshirib ketarman, qarab turarlar. Ha, bo'pti. O'zi anchadan beri ham ko'rishmagandiga, ko'rishamiz bahonada. Bo'pti, xo'p. Xo'p, javobini aytvoraman. Voy, qo'ymading sen shu o'yinchoqni, qo'ymading. Ranyar aka, choy. Rahmat. Ovqat olib kelingmi, yeysizmi? Yo'q, qo'lim to'q. Unda shirinlik olib kelaman, shirinlik bilan choy ichasiz. Ishtaham yo'q. Tinchlikmi? Jam mulozamat ko'rsatib qolibsiz. Nimadir so'ramoqchimisiz, ha? Mushukka o'xshab kelasiz yonimga. Tinchlik, nega unaqa deysiz? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor ekan. O'shanga ruxsat so'ramoqchi edim. Borsam maylimi? O'zi yaqinda qaqadir borib kelding o'tirishga. Boraverasanmi? Bolalarni kimga tashlab ketasan? Men-ku vaqtim yo'q bolalarga qarashga. Onam ham olib qolmaylar bilasan. Baqir-chaqirdi. Xotiramen. Oyjonga emas, onamga tashlab ketaman bolalarni, qarab turadilar. Oyingga tashlab ketadigan bo'lsang bolalarni yaxshi qarasinlar. Yana yo'talib, tomog'i og'rib, isitmalab, o'tgan safar esingdami, doktor qancha yurdik. Mobodo agar Xudo ko'rsatmasin kasal qilib qo'ysalar, onamdan naqd baloga qolamiz. Voy, xotiramen. Onam hech qachon bolalarimizni shamolatib jo'natmaganlar uyga. Men aytdim qo'ydim. Mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi, xotiramen. Ko'ramiz. Eplasang bo'ldi. Tashlab ketur. Sen bilasan. Yo'q demasangiz bilardim. Onamdan so'ragin, ruxsat bersalar boraver. Xo'p. Bo'ptimi? Mahallaga chiqib kelay. Xo'p. Oyjon, keling. Kiringlar. Yechininglar, kira qolinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oyi, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. O'zi yaxshi. Voy, bularni qarang. Voy, shirinlarim mani.
voy mani toychog'im mani kelib qopdilar. Buvingga salom bermaydimi? Buvingga salom ber. Voy, muncha sho'x bo'lmasa, bu muncha Oyi, sho'x bo'lmasa ya. Bularningizni umuman eplay olayotganim yo'q. Kelinglar, kiringlar. Voy, O'tir. yotish kerak emas-ku. Voy, buvingni qiynaganlaringni qara. Kelma seni. Voy, nima deysiz oyi? Bir o'zim qarayman shu 3 ta bolaga. Voy, charchadim o'zim ham. To'polon qilmalaring, qizim, to'polon qilmalaring. Bor shu yerda o'ynab tur. Sen ham to'polon qilma. Yaxshi o'tiribsizmi oyi? Yaxshi, rahmat. O'g'lim, mana ko'ryapsizmi? Sho'x bo'lgan bo'laringiz. Voy, boshim. Oy, O'g'lim, jim o'tirgin. bek otasi ha yostiqni. Muncha sho'x bo'lmasa bu Ibrohim ha. O'g'lim, mana Uyani. sho'x bo'lgan bo'laringiz. Le bolda. Bular bugun bog'chaga borishmadimi? Yo'q, mana men bilan yurishibdi. Voy, bosh og'riq bilan. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Ha, Xonadonlaring tinchmi? tinch oyi, hamma yaxshi yurishibdi. Salom Voy, 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 voy. aytishdi. Bo'ldi qilinglar bolalarim, bo'ldi qilinglar. Urushmanglar. Ko'ryapsizmi bularni? Bir-biri bilan urishgan. Voy, o'g'lim, opalaringga tegmagin. Bo'ldi qilinglar bolajonlarim, bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Oyi, Nima gap? xullas bugun o'tirishimiz bor qizlar bilan. O'shanga shu bolalarimga qarab turing. Voy, qizim, bugun sinfdoshlarim bilan gapim bor edi. 1 soatdan keyin ular bilan uchrashim kerak. Oyi, o'zi oyda yilda endi o'tirishga ruxsat teggan bo'lsa, qarab tursangiz bo'lardi. O'tirishlaringiz ko'p-ku sizni. Bu bolalaringga qandoq qilib qarayman? Bir-biridan sho'x-ku bular. Jim o'tirgan sanlar ham nuquli shunaqa. Hech kim meni ko'ynimga qaramaydi. Uyda qaynonam qaramasa, bu yerda siz qaramasangiz. Nasib qilmas ekan shu bolalar bilan shu uyda o'tirsam bo'ldi ekanda. Bo'pti, yig'lama. Bir gal bormasam bormabman. Hozir qo'ng'iroq qilib yetib qo'yaman. Rostdanmi oyi? Ha, nima qilaman endi? Rahmat oyijon, tez qaytaman. Qarab tursangiz bo'ldi. Bu bolalarim bilan jini bo'lib qolaman, qizim. Jinni bo'lmaysiz oyijon, qarab turing. Voy, ehtiyot bo'l. bola. Mayli. Ana Hozir hozir bilan o'tirib turar ekan. qo'ng'iroq qilib ularga yetib qo'yarman. Bo'ldi, rahmat. Shunaqa oyi, shundan eplab tursangiz bo'ldi. Tezda qaytib kelaman oyijon. Mayli bolam. Bugun seni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Uyinggacha mashinamda tashlab qo'ymoqchi edim, lekin uydan chaqirib qolishdi-da. Ha, mayli, hech qisi yo'q. O'rtoq, senga bir gap aytsam, xafa bo'lmaysanmi? Xo'p, aytaver. Avvalgi Ziyodani umuman tanimadim. Juda ham o'zgarib ketibsan-a, Ziyoda. Yo'q, qanaqa tarafga o'zgaribman? Masalan, oxirgi marta go'zallik saloniga qachon bording? Avvallari o'zingga qarab, chiroyli kiyinib, pardoz qilib yurarding. Hozir kiyimlaring juda ham oddiy. Voy, nimaga unaqa deysan? Erimga men bir emas 3 ta farzand tug'ib berganman. Mana bizni ham farzandlarimiz bor. Xudoga shukr, hammamiz chiroyli bo'lib kiyinib o'zimizga qarab yuramiz. Shuncha yildan beri uyda o'tirib zerikib ketmadingmi? To'g'ri. Balkim sen ham gapingda jon bor. Balkim aynan shu uchun ham qaynonam, qaynosingillarim meni mensishmasa kerak. Lekin farzand tug'dim deb odam o'ziga qaramay qo'yishi kerakmas-da. Bu ahvolda kimga ham yoqardim. Albatta, shuning uchun o'zingga ham vaqt ajrat. Bolalarim kichkina, uyda o'tirib qoldim. Yaxshi joyga ishga kir, mehnat qil, pul top. Aytib turibman-ku, Nozi, bolalarim kichkina. Boshqa nima qilishim mumkin? Eringga yaxshilab tushuntir, qaynonang bilan gaplash. Qachongacha to'rt devorning ichida o'tirasan? Bolalaringni bog'chaga ber yoki yaxshi, chaqqon, vijdonli bir enaga top. Menga qara o'rtoq. Meni uydagilarim bolalarimni enagaga berishga umuman ruxsat berishmaydi. Uydagilarni ko'ndirsang, keyin mazza qilib ishlab yurasan. Siz undan ko'ra bolalaringizga yaxshi qarang.
oyoqqa turg'izing, o'zini eplasin, ana undan keyin o'ylashib ko'ramiz deyshadi. Qo'ysangchi, biron yo'lini topginda. Shuncha yildan beri bola boqib o'tirganing yetar endi. Xohlasang, men senga o'zim yaxshi ish gaplashib beraman. Xolamni kiyim do'koni bor. Zo'r bo'lardi, lekin o'rtoq. Lekin uydagilarim aniq qarshi bo'lishadi. Maosh olsang, mazza qilib o'zing uchun ishlatasan. Farzandlaringga ham biron nima olib berasan. O'sha yerni gaplashib beraymi? To'g'ri aytasan, o'rtoq. Ishlasam juda ham zo'r bo'lardi. Shuning uchun meni aytganimni qil. Mazza qilib ishlab yurasan. Yana gaplashamiz, o'zingni ehtiyot qil. Ko'rishguncha. Xo'p, o'zing ehtiyot qil. Oyjon, Doniyor aka, sizlarda gapim bor edi. Tinchlikmi? Ishlamoqchiman. Shunga ishlashimga ruxsat berasizlarmi deb so'ramoqchi edim. Bu gap qayerdan chiqdi? Tavba. Bugun ziyofatga borganingizda dugonalaringiz o'rgatib yubordimi deyman-a? Yo'q, oyjon, dugonalarim o'rgatmadi. O'zimma fikrim, o'zim ishlamoqchiman. Hech qanaqa. Hech qayerda ishlamaysan. Ishlaydigan bo'lsang, bolalarga kim qaraydi? Bolalargami? Enaga topaman. Hech qanaqa enaga penaga kerak emas. Ko'rdik enagalarni qanaqaligini. Nechta bolachalarni qiynab, uyida urib, videolari chiqib ketdi internetlarga. O'shanaqalarga uchrab qolsang nima bo'ladi? Kim javob bera oladi hozir birovga? Hamma ham unaqa emas-ku. Tinchgina uyda o'tir, bolalarga o'zing qara. Ja bo'lmasa, oyjonni iltimos qilaman, qarab turadilar. Menga zarlam kelgan yo'q. O'zingizni bolalaringizga o'zingiz qarang. Unday bo'lsa, oyimga iltimos qilaman, onam qarab turadilar. Ko'ramiz qarashlarini. Baribir eplay olmaydilar. Oyjon, iltimos. O'ylab ko'ringlar. Oyligimni hammasini sizga olib kelib berardim. Oilaga yordam qilsam yomon emas-ku. Ko'ramiz. O'ylab ko'ring-chi. Bo'ldi, o'tirmasdan turing, ishlaringizni qiling. Xo'p bo'ladi, ocha. Xo'p. Qayerdan chiqdi bu ish masalasi, o'g'lim? Bilmasan. Shu o'tirishga borib kelib, birpasda dugonalari kinnalab deyman-da. O'zi yubormayman dedim shu o'tirishiga. Ruxsat bermay oyi. Bo'ldi. Gap yo'q. Yili nechi ekan mashinasini? Yo'q. Yo'q, agarchi unaqa eski mashina bo'ladigan bo'lsa, xafa bo'lmanglar, men bu narsaga aralasha olmayman. Bo'pti. Doniyor aka. Tinchlikmi, yana nima gap? Yo'q, o'sha ish masalasini so'ramoqchiman. Nima deysiz? Mana qara, Ziyoda, nima qilasan shu? Hattan bu bir kunning ichida ish masalasini o'ylab topding. Yo'q joydan ishlaymanga tushib qolding, nima? Och qolsanmi, nimadir yetmayaptimi? Mazza qilib uyda o'tirsang-chi. Mayli, ishlasam yomon emas-ku. Keyin kreditimiz bor, o'shanga ham yordam qilardim. Oyligimni oyjon bilan sizga beraman. Kerak emas menga puling, nima qilaman seni pulingni? Bolalarimiz hali kichkina bo'lsa, ularning osh-ovqati bor, uyda ishing bor, onamga qarashing kerak. Bularni kim qiladi? Men qilamanmi? Doniyor aka, chaqalog'i borlar ham chaqalog'ini enagaga topshirib ishlab yuribdi-ku. U qayerdan bilasan qanaqa enagaligini? Bolani birovga ishonib bo'ladimi hozir? Men onamga tayyorlayman. Onam qarab turadilar. Bilmayman men. Oyim bilan gaplashib ko'r. Demak, siz qarshi emassiz-a? Hali men xo'p demadim. Ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Doniyor aka, hali ko'rasiz. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Bir narsalarni o'ylab chiqarasan qardonim. Qahva damlab kel. Xo'p, hozir. Tinchlikmi qizim? O'tgan kuni kelib ketganding. Bugun yana kelibsan.
o'zi zo'rg'atda bir oyda bir marta kelarding. Yo nima? Uydagilaring bilan, ering bilan urushib qoldingmi? Yo'q oyi, bu nima deganingiz? Urushganim yo'q, hammasi joyida. Haligi men ishlamoqchiman oyi. Ishlamoqchisan? Yaxshi. Uydagilaring nima deyishyapti? Uydagilarim rozi. Bolalaring-chi? Shu bolalarimga oyi, siz qarab tursiz degandim. Voy. Qandoq bo'larkin? Nima qildi oyi? To'g'ri, bolalarga qarash qiyin emas-ku. Bolalaring ham bitta bo'lsa ham maylanadi. Ikkita bo'lsa ham mayli. Uchta-ya. Bunisiga bir-biridan sho'x bo'lsa, men ularni qandoq qilib eplayman? Eplaysiz oyi. Darrov yo'q demoqchimisiz? Endi yo'q demoqchi emasman-ku. Nima bo'lsa ham endi baribir o'ylab ko'rishim kerak, qizim. Opajon, mayli kuya, lekin o'zingiz bilasiz, oyijonning qon bosimlari baland-ku. Hatto meni bolalarim ham shovqin qilishsa, boshqa xonaga olib chiqib ketaman. Menga qarang. Siz nimaga gapga aralashyapsiz? Kelinim to'g'ri aytyapti. Bolalarning shovqinidan boshim og'riydi. Hattoki bularni bolalarini ham xonamga kiritmayman. Kiringlar o'zinglarni xonanglarga deb chiqazoraman. Meni oldindagi kuchim yo'q. Asablarim chidamayapti. Umuman bolalarning shovqinini ko'tara olmaydigan bo'lib qolganman. Nima, men shunda ishlamasligim kerakmi? Nuqul qarasam hamma bolalarimni bahona qiladi. Oyi, nahotki o'zingiz bolangizga joningiz achimasa, nima shu 3 ta bola bilan uyda qamalib o'tirishim kerakmi? Nega jahlingiz chiqadi? Bilasiz, men ham ishlayman, bolalarim bog'chaga borishadi. Menga qarang kelin, sizni ja tilingiz chiqib qoptimi? Ja gapiradigan bo'lib qopsiz? Ishingizdan-chi siz vaqtli qaytasiz uyga. O'sha paytda onamga qarashib turing. Opajon, meni ham uy yumushlarim bor. Qaysi biriga ulguraman? Tushunarli. Sizlardan umuman foyda yo'q ekan. Umuman rahminglar kelmaydi, oyi. O'zingizni farzandingizman-ku, shu uyda 3 ta bola bilan o'tirishim kerak ekan. Men onam rahmlari keladi deb kelib o'tiribman, oyi. Mayli. Bo'lma qizim. Yaxshi o'tiringlar. Qizim yaxshi bor. Xafa bo'lib qoldi. Kiringlar qizlar. Ehtiyot bo'l. Mana jonlarim, mana asal qizlarim, voy toychoqlarim. Voy asallarim. Yaxshi Voy, voy, voy. o'tiribsizmi, oyijon? Yaxshi. Ke qizim, ke asalim. Bujon sizni sog'indi. Voy jonim bolam, men ham sog'indim seni. Voy asal qizim. Voy jonlarim o'zimmi? Qudam nevaralarimga qarashga ko'nmadimi? Bilardim shunaqa bo'lishini. Shuning uchun ham uyda tinchgina o'tiring. Tushundingizmi? Yo'q oyijon, men ishlayman. Ishimni tashlamayman. Ha, bolalaringiz-chi? Bilasiz, men umuman qaramayman. Meni yurishlarim juda ko'p. Mayli oyijon, siz qaramasangiz, unda enaga topaman, enaga qarab turadi. O'g'lim ko'nmaydi. Oyijon, siz hech ham xavotir olmang. Men ko'ndiraman. Enagaga berishingizga men ham ko'nmayman, tushundingizmi? Yaxshi, yuringlar, kiyiminglarni almashtiramiz. Kir tez-tez, yur. Kir ichkariga. Ishlab bo'psan. Ko'ramiz hali. O'g'limga aytaman, ta'ziringni beradi. Keling qizim. Oyijon, Xaylam opajonni o'ylab o'tiribsizmi? Ha. Qizimga ham oson emas. 3 ta bola. Uydagilarning oldida xijolatli, qaynotasidan, qaynonasidan yo eridan pul so'rashga uyaladi. Shunga o'zim ishlab, o'zim pul topaman deyotgandir-da. Oyijon, opajonga qo'ng'iroq qilib beraymi?
gaplashib ko'rasizmi? Hali oldin ishini boshlab olsin. Qani, ko'raylik-chi. O'zi chidolarmikan. Balki fikridan qaytib qolar. Lekin oyijon, sizni qon bosimingiz bor. Charchab qolmasmikansiz? Nima qilay? Qizimni yaxshi ko'rib, yordam bermasam bo'lmaydi. Qani, men ham harakat qilib ko'raychi. Sog'ligim ko'tararmikan. Bo'pti, unda oyijon, men hozir sizga telefon olib chiqib beraman. Shohida, yaxshimisan? Yo'q, haliga bormoqchi edim. Zaril ishim chiqib qoldi. Shu desang, qizim kelib qoluvdi, bolalarni tashlab ketgan edi. Endi nevaralarimga qarab turmasam bo'lmaydi de. Qizimga va'da berib qo'ydim, qarab turaman deb. Xafa bo'lmanglar qizlar. Keyin safar albatta boraman, xo'pmi? Bugunchalik kechiringlar, xo'p? Qizim xafa bo'lib qoladi-de. Qizimga va'da berib qo'ygandim. Shuning uchun meni to'g'ri tushuninglar, qizlar, xo'p? Ko'zing hammaga salom etib qo'ygan. Mayli. Keyin safar albatta boraman, xo'p? Mayli, ko'rishguncha. Xayr. Hali nevaralarimga kasha ham pishirib berishim kerak-ey. Kelinglar, qorninglar ochgandir-a? Opa, shunaqa shovqin-suronda boshingiz og'rib ketmaydimi? Nima qilay endi, majburman qarashga. Qo'yur. O'rganib ham qoldim. Men sizdan ancha yoshman-ku, lekin bunaqa shovqin-suronni meni asablarim ko'tarmaydi. Bilasan, qizim ishlayapti. Unga ozgina bo'lsa ham yordamim tegsin deyapman-da. Xo'p, ishlagisi kelsa ishlayversin. Bolalarni bog'chaga joylashtirsin. Mana xususiy bog'chalar ham ko'p. Bersin o'sha yerga bolalarini. 3 ta bolani ketma-ket tuqqandan keyin qarashni ham bilsin-da. Bolaga qarash ish bo'ptimi? Hozirgi sog'lig'ingizda sizga bitta bolaga qarash ham og'irlik qiladi, opa. Ozgina o'zingizni o'ylang. Sog'ligim yaxshi. Xavotir olma. Yaxshimi? Qo'g'irchonim Natasha jib qo'yibdi ko'p kasha. Endi nima qilamiz? Tug'dim chaqirib. Bir nima bo'ldi-yu? Oyijon! Oyijon! Nima bo'ldi? Hoy Samiya, nima bo'ldi qizim? Voy, voy, qo'lini kesib Ha, bo'ldi, opa, vaqt qilmang. Kel. Og'rimayapti, jon. Bo'ldi, hozir qo'lingni yuvamiz. Voy, Sekiroq. Voy, endi oyisiga nima deyman-a? voy, vahima qilmang, opa, jikchigina ekan. Voy, joni bola-ey, joni Bo'ldi, Samiya qizim, bo'ldi, ona qizim. Hozir bog'lab qo'yaman. Voy, jonim, bo'ldi. Senga necha marta aytganman. Bolaga o'zing qaragan, o'zing qara, jo'natma oyingnikiga deb. Mana, ko'rdingmi nima bo'lganini? Voy, Doniyor aka. Onam ham ataylab qilmaganlar-ku. O'zimiz bolamiz ham sho'xda. Shunda tepaga chiqibdi, piyolani o'zi bilmasdan sindirib olganmi bilmasam, ozginagina kesilibdi-ku qo'l. Ko'rdingmi, sen o'zi ozgina kesilmagan. Yaxshigina kesilgan. Tiktirish kerak endi. Voy, vahima qilmang, ozgina kesilgan. Tavba. Onangizga ham qoyil qolmadimi? Bitta bolaga ham eplab qarolmabdi-ya. Endi bola ham bitta emas, 3 ta bo'lsa, eplash o'zi bo'ladimi ularni? Bittami, 3tami nima farqi bor-a? O'lmagan bizni jonimiz ekan-da. Shuncha yildan beri mana shu nevaralarimga qarab kelyapman. Qaynonam ham
Gap bilan bo'lib, eslardan chiqib qolgan. O'shaning uchun qaramaganlar. O'zing qaragin deyman har doim o'shaning uchun. Voy, nimaga onamni shunaqa devorasiz doim? Onam ham nabiralari, jonlari achiydi. Qarash kerak bolaga, qarash kerak, tushundingmi? Oyingizga ayting. Nabiramni ertaga shifokorga olib borib, kerakli dori-darmonlarni hammasini olib bersin. Voy, oyijon, o'zi shundoq ham. Gap qaytarmang menga. Boring ovqatingizni qiling. Tavba, onasini qara. Bolaga ziyon yetsa, qaytib olib kelmaydi degan maqsadda shu ishni qilganda, o'zini juda yaxshi ko'radigan xotinda u. O'zi aytdim keliningizga. Eplasang shu ishingga bor deb. Mana o'zi pishirgan osh, o'zi biladi. Ishlamay qo'ya qolsin. Bolalarga qarab o'tirsa undan ko'ra. Bo'pti, bolaga qaraychi. Boshliqcha edi endi. Bunga ham hali pul ketadi. Kir o'g'lim, kela qol, ana. Hozir buvingni ko'ramiz. Voy, Assalomu alaykum yaxshimisiz opajon. kelin? Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshimisizlar? Voy, mana biz keldik yana. Menga qaralaring. Tez qani tepaga chiqinglar-chi, ukang o'sha qo'lini buvingni oldiga chiqlaring. Tez. Ehtiyot bo'linglar. Qara ukang yiqilib tushmasin. Tezroq chiqib bo'l buvingni oldiga. Qanaqasiz, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Ha, kelib oldim. Opajon, agar xafa bo'lmasangiz, sizga bitta gapim bor edi. Xo'p, eshitaman, tinchlikmi? Faqat iltimos qo'yningizga olmang. Siz oldin gapingizni gapiring. Kecha oyijonni mazalari bo'lmagan. Nimaga masalar bo'lmaydi? Oyimni menga hech narsa deganlari yo'q. Uyga kelsam, qon bosimlari ko'tarilib ketgan ekan. Dori berib zo'rg'a o'zlariga keltirdim. Hayronman. Nimaga menga o'zlari aytmadilar? Sizni xafa qilganlari kelmagan. Qizingiz qo'lini kesib olgandan keyin ham ancha shunga siqildilar. Tushunarli. Opajon, iltimos to'g'ri tushuning. Oyijonga shovqin-suron mumkin emas. Mana biz ham bolalarni bog'chaga berdik. Ukangiz ertalab olib ketdilar. Siz ham bog'chaga bersangiz bo'lardi. Menga qarang. Bu gaplaringiz bilan nima demoqchisiz? Shunchaki sizga shifokor gaplarini eslatib qo'yapman xolos. Biz ham uyda oyijonni rosa asrab avaylaymiz. Xavotir olmang. Men ham onamni avaylayman. Men oyim oldilariga chiqaychi. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Maziz yo'q deb eshitdim. Tinchlikmi? Qon bosimim sal oshib ketibdi. Boya kelinim o'lchab qo'ygan edi. Lekin ish qilsa yo'q, xavotir olmagin. Oyi, ish qilib bugun bolalarimga qarab tura olasizmi? Sen bemalol ishingga borib kelavergin. Bolalaringga qarang. Rahmat, oyi. Yaxshiyam borsiz. Kecha meni deb qaynonangdan gap eshitib qolmadingmi? Gapirishdi oyi. Lekin na iloj. Nima ham qilamiz? Meni deb boshing baloga qoldi. O'zingiz ayblamang. Lekin qaynonam oyingizga ayting, bolani shifokorga olib chiqib dori-darmonlarni olib bersin deb aytdilar. Bugun bolangni shifokorga olib borib ko'rsatib kelaman, xo'pmi? Sen xavotir olmagin. Xo'p, oyi, rahmat. Unda men bora qolay. Faqat iltimos, bolaga yaxshi qarang. Shirinlik yeb qo'yishmasin, muzdek ichib qo'yishmasin, ya kasal bo'lib yurishmasin, oyi. Ketaver. Mayli. Xavotir olma. Xo'p, o'zingiz yaxshi. Mayli, xo'p. Yaxshi borib kel. Xo'p, Ehtiyot bo'lgin, jon bolam. xo'p. Oyijon. 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 Assalomu alaykum. Nega bu yerda yotibsiz? Siz nima deysiz? Alaykum assalom. Nega? Boshim aylanib ketyapti. Oyijon. Tuzukmisiz?
darvoza bekihmi bola yana ko'cha ichib ketmasin. oyijon siz o'zingiz o'ylasangizchi darvozani yopib qo'yganman yoki tez yordam chaqiraymi? Hozir yaxshi bo'lib qolaman. bo'pti oyijon, keling xonangizga kirib yota qoling, doringizni beraman. Keling. Ehtiyot bo'ling. Oy. Oy. Yuring. Oy. Oy. Meni ushlab oling oyijon. Asal qizim mani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assallarim. Jo'jam, qalaysan? Yaxshimisizlar? Buving qanilar? Yotibdilar. Voy, yotibdilar? Bunaqa payt yotmasdilar-ku. Mayli, sizlar o'ynab turinglar. Men hozir kirib chiqay. Opa, Qizim shakar, qizim yon, qizim mani. Ketadim shirin qizim mani. voy. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Oy. Tuzukmisiz? Biroz mazam yo'q. Shamollaganman shekilli. Opajonim-ey, shamollagan bo'lsangiz, nega nevaralaringizni olib qolasiz, a? To'xta. Nega hammayochim? Borib bolalardan xabar ol. Ko'chaga chiqib ketishmasin tag'in. Ko'cha sovuq. Yana shamollab qolishadi bola. Voy, shamollashmaydi, xavotir olmang. Pastda binoydek o'ynab o'tirishibdi. Pastdan ish qilib. Ha, pastda. Mayli. Opajonim, men-chi hozir sizga o'zim chiroyli qilib sho'rva qaynataman. Issiqqina qilib ichib olasiz, xo'pmi? Opajonim. Hozir. Rahmat kelganing uchun. Asal qizim shakar, qizim yog'in, qizim mani. Ketadim shirin qizim, go'zal mani sani. Ancha yaxshisiz, xudoga shukr. Men ham uyimga bora qolay, kech bo'lib qoldi. Osh-ovqatimga qarang, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Iloji bo'lsa ertaga yana kelaman, siz ko'rishga. Rahmat senga. Ovora bo'lma. Hech ham ovorasi yo'q. Bo'pti, yaxshi bo'l. Rahmat. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Man Yaxshimisiz oyi? Yaxshiman, rahmat. Ke qizim, yaxshi keldingmi? Ha, rahmat, yaxshi. oyini ahvollarini ko'rdingmi? Bo'ldi. Nima qilibdi oyimga? Nima qilibdi emish? Oyini mazalari yo'q, shamollaganlar. Kelsam yo'talib yotibdilar. Bolalaring pastda o'ynab yotibdi. Menga qara, nega nuqul 3 ta bolangni opamlarga tashlab ketaverasan, a? Men ham ishlashim kerak-ku, 3 ta bola bilan uyda siqilib ketdim. Nega bunaqa bemehr bo'lib ketyapsan? Axir ozgina rahming kelsin opamga. Menga kim pul beradi ishlamasam? Sizmi yoki onammi? Senga faqat pul kerak, ish kerak, o'yin kulgi kerak, a? Lekin ona kerak emas-a? Mendan nima xohlaysiz, xola? Oyi, yoki siz ustimdan shikoyat qildingizmi, a? Shikoyat qilganim yo'q qizim. O'zi gapiryapti. Opam hech narsa deganlar yo'q, men o'zim gapiryapman. Bo'ldi, tushunarli. Shu 3 ta bolam og'irlik qilayotgan bo'lsa, olib kelmayman. Umuman ko'rmaysizlar shu 3 ta bolamni. Og'irligim tushmay qo'ya qolsin sizlarga. Voy, buni jahl qilishini. Qo'y qiz, to'xta. To'xta. Bekor qilding. Xafa bo'ldi. Hech ham bekor qilmadim-da, opa. Mana shu qizingizni siz erkalatib yuborgansiz. Axir siz meni jigarimsiz. Sizni o'ylayman-da. Mayli, opa. Bo'ldi. Voy, yo'talishingizni menga sizni sog'lig'ingiz kerak. Bo'ldi, siz hech narsani o'ylamang. Men ertaga albatta sizni ko'rishga kelaman, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli, yaxshi bor. Sening yaxshi bor. Xo'p. Oyi, Ke bolam? nima o'ziga qolib ketdimi ovqat qilish? Ha endi. Nima deysan? Kelmadimi hali ham keliningiz? Yo'q.
Yo'q, qiziq bo'ldi. Assalomu alaykum. Oyijon, Va alaykum assalom. Keldingizmi? keldim. Ming bor uzr. Kech qoldim. Endi onangnikida mehmon bo'lib o'tirganingdan keyin kech qolasan-da. Ishdan chiqib to'g'ri uyga kelmaysanmi? Epilasang ishli, bo'lmasam yig'ishtir. Men senga boshida ogohlantirganman. Men kelsam onam ovqat qilib o'tiribdilar mana. Onasi kechroq boraver, ovqatni qaynonang tayyorlab qo'yadi deb o'rgatgandirda. Voy, yo'q, unaqa emas oyijon. Kechadan beri bola yo'talib isitmalagan. Qarash kerak. Yana doktorga chopamiz endi. Kecha borsam onam ozgina shamollagan ekanlar. Siz qaysi aql bilan shamollagan bolalaringizni onangizga tashlab keldingiz, a? Onasini ham farosati ishlamabdi-da. Oyijon, menga gapiring mayli. Lekin iltimos onamni gapirmang. Bilib qo'ying. Agar bolalar shamollab qattiq kasal bo'lib qolsa, onangizga jo'natib beraman. Tushundingizmi? Bo'pti, bora qol. Kimlaringni almashtir. Onamga qarash. Tez. Xo'p, bo'ladi, hozir. Meni kechir bolam. Meni deb uydagilaringdan gap eshitibsan. O'zi kecha senga shamollaganimni aytmoqchi edim-u, xafa bo'lib qolasan deb o'yladim. Shuni aytsangiz bo'larkan deb bekorga kuyovingizdan, qaynonamdan rosa gap eshitdim. Mayli, oyi, bugun ham sizga niqob taqib bo'lsa ham bolalarimga qarab tura olasizmi? Sen uchun jonimni beraman. Xo'p, qarab turaman, xavotirman. Ishingga bemalol boraver. Rahmat oyijon. Yaxshi bir qiz. Mayli. Yaxshi o'tiring oyi. Qo'ng'iroqlashamiz. Allo, Ha, o'rtoqjon, qayerdasan? menmi? Hozirgina do'konlarni aylanib chiqqandim. Oila olganman bugun. Shuning uchun ham kayfiyatingiz zo'r ekanda. O'zimga juda ham chiroyli kiyimlar xarid qildim. Ha, aytgancha, qachon borasan bolalaringni olgani? Oyimlarni qon bosimlari ko'tarilib, o'zlarini yomon his qilyaptilar deganding. 3 ta bola bilan qiynalib qolmadilarmikin? Nimaga qiynalishar ekan? Ana kelinimiz ishdan vaqtli qaytadi. 2 ta ayol bolalarga qarab o'tiradi. Nima, eplolmaydimi 2 ta ayol bo'lib? O'tgan oy maoshimni hammasini ishlatvordim deganding. Ering bilan qaynonangdan gap eshitmadingmi? Bu gal nima bahona o'ylab topding? Sen xavotir olma. Bahonamni o'ylab qo'yganman. Bahonalarim meni sog'-mingta. Shirin-shirin gaplar bilan qaynonamni ko'nglini ko'taraman deysan-da. Oyligimni ozginasini qaynonamga bersam, olam guliston xursand bo'lib qoladilar. To'ppa to'g'ri. Pul ber, sovg'alar ol. Ha mayli, kechroq yana gaplashamiz. Bolalaringni o'pib qo'y. Xo'p, bo'pti. Charchama. Tinchlikmi? Onam qanilar? Nima bo'ldi onamga? Nima bo'ldi? Sizga necha marta aytdik, oyijonim mazalari yo'q deb, baribir bolalaringizni tashlab keturdingiz. Mana oqibati. Sizga shu kerakmidi? Tushunmadim. Menga qara, sen nimalar deyapsan, ha, indamagan sari. Kelin to'g'ri gapiryapti. Agar opam ko'zlarini ochmasalar, meni 2 ta qo'lim seni yoqangda bo'ladi. Tushundingmi? Boshlariga yetding opamni. O'zim shifokor bilan gaplashib chiqaman.